uka yig'ilmaganimizga ham ancha o'p ketibdi. Ro'za bahani yig'ilmasak, boshqa payt yig'ila olmaymiz ekanda sizlar bilan. Eng kichkinamiz Bezod qani, Shohruh? Voy, qayerda yig'ilishimizni aytmabman, aka. Aka o'zingiz telefon qiling Bezodga. Alo, Bezod? Joyimiz lokatsiyasini tashlayman. Kelyapsanmi o'zi? Men biroz do'stlarim bilan iftorligim bor edi. Ha, bo'pti mayli. Ishingni qilaver, keyin gaplashamiz. Xullas, Bezod kela olmaydigan bo'lib qoldi. Og'aynilar bilan o'tiradigan ekan. Vaqtdan bo'lib qopti. Qani, ilohi omin. Joylarimiz bor-a? Jonlarimiz bor. Aka? Bezodmi? Aka, Bezodni bir boplaymi? Hijolat qilma. Sen o'zingni esingda yo'qmi? Mashinamni olib, mo'yga qilib kelaman deb, qayerlarga borib kelgansan? Aka, u boshqa holat, bu boshqa holat. Bezod sizni aldadi-yu. Ha, siz aldamagansiz siz, hecham. Sumalaydi deb qaerlarda qolib ketgansiz. Esingizdami sizni? Ha, aka, uyaltirmasangiz aka. Ha, kuyov bola. Qayerga otlandingiz? Kasb shimladi kuyov bola. Menga qarab bor Bezod. Oshnalaringiz oldida pulsiz yurmang, ha? Mana olib qo'ying. Aka. Rahmat. Iftorlikka osh aytib qo'ydim. Onamikiga birga boramiz, aka. Yaxshi qilibsan. Ha, yigit tuguli. Nega yo'l oldingiz? Ha, do'stlarim bilan uchrashib boradi. Shu yerga ketyapman aka. To'xtang. Oshnalaringiz oldiga taksida bormang. Aka, mashinani beraymi, nima deysiz? Ha, bering. Mashinada boring. Aka, Rahmat. Kechagi oshnalaring bo'lsa, borib tayyorlab qo'ygin. Biz ertaga onam bilan sovchilikka boramiz. Bu yog'i to'y endi. Ukamiz baxtli bo'lsin, ha. Allohu akbar.